Assalomu alaykum qadrli dehqonlar. Bugun sizlarga suyuq o'g'itlar va biogumus haqida foydali ma'lumot beraman. Suyuq o'g'it o'simlikka tez ta'sir qiladi. Biogumus esa tuproqni boyitib, ildiz rivojlanishini kuchaytiradi. To'g'ri me'yorda ishlatilsa, bu mahsulotlar arzon va samarali muqobil bo'ladi. Tajribangiz bo'lsa kommentariyada yozing. Suyuq o'g'it deganda bitta mahsulot tushunilmaydi. Humik, fulvik kislotalar, dengiz o'ti ekstrakti, suyuq biogumus yoki suyuq NPK mahsulotlari bir-biridan ancha farq qiladi. Shu sabab aniq me'yor doim mahsulot yorlig'i va tarkib foiziga bog'liq bo'ladi. Quyidagi raqamlar esa dala sabzavot va poliz ekinlari uchun amaliy, umumiy diapazon sifatida berilyapti. Suyuq mahsulotlarda hatto hisoblash ham mahsulotning zichligi va tarkib foiziga qarab qilinadi. 1 gektar va 1 sotix uchun amaliy sarf me'yorlari. Birinchi, quruq biogumus, vermikompost, tuproqqa asosiy berish. Dala sharoitida biogumusning eng amaliy start me'yori 2,5-5 tonna taqsim ga deb olish mumkin. Bu 1 sotixga 25-50 kilogramm degani. Ko'p tadqiqotlar va revyularda dala ekinlari uchun 2-5 tonna taqsim ha ham samarali diapazon sifatida ko'rsatilgan. Qalampir bo'yicha dala tajribasida optimum taxminan 3,0-3,3 tonna taqsim ha. Makkajo'xorida esa 2,5 tonna taqsim ha tavsiya qilingan. Tuproq juda sust, chirindisi kam yoki intensiv sabzavotchilik bo'lsa, me'yorni 5-10 tonna taqsim hagacha ko'tarish mumkin. Bu 1 sotixga 50-100 kilogramm bo'ladi. Ayrim tajribalarda, ayniqsa qumloqloy tuproqli piyozda 10-20 tonna taqsim ha va undan yuqori me'yorlar ham sinovdan o'tgan. Hatto bir tadqiqotda 20 tonna taqsim ha oldindan berilganda eng yuqori hosil qayd etilgan. Demak, biogumusda ekin va tuproq turiga qarab farq juda katta. Qachon beriladi? Biogumusni eng to'g'ri usulda ekishdan oldin, oxirgi yer tayyorlashda tuproqqa aralashtirib beriladi.